260 ming dollargacha ko'chada har doim ham ko'rilmaydigan qanaqa inomarkalar olish mumkin? Xos siz bilan bitta ko'rib chiqamiz. Oxirgi ko'rsatadigan mashinam O'zbekistonda 2 dona. Bittasi chetda, bittasi tog'amda. W214 Y300 2024-yil 11-oy. Bor yo'g'i 3300 km masofa bosib o'tgan ekan. Narxi 76.900 dollar. 530i gibrid. Mashina 2025-yil bor yo'g'i 8,5 ming km masofa bosib o'tgan. Narxi 76.900 dollar. Amerikanskiy elektromobil Lucid Air. Mashina 2022-yil bor yo'g'i 8000 km masofa bosib o'tgan. Narxi 110 ming dollar. Videoni shetigacha ko'rgan bo'lsangiz, hali zo'rlari oldinda. Shunaqa mashinalarni niyat qilgansiz-ku, bitta like qisqartirib qo'ying do'dam. AMG CLE 53. Mashina 2025 10 ming km masofa bosib o'tgan. Narxi 149 ming dollar. M4 KS dunyoda o'zi sanoqli chiqqan. O'zbekistonda bu rangidan bor yo'g'i 2 dona. 2025-yil 3700 km masofa bosib o'tgan. Narxi 179 ming dollar. O'zbekistonda hozircha 2 dona bo'lgan Audi S8 Long 2025-yil yangi mashina. Narxi 260 ming dollar. Bu pulga yana qanaqa SUV avtomobillar olish mumkin? Videoni ikkinchi qismida ko'rsatamiz. O'tkazib olmaslik uchun hozirroq obuna bo'lib qo'ying. Ha, aytgancha qanaqa avtomobil olishingizdan qat'iy nazar avtomobilni tekshirtirib oling.